Rahmat aka. Bolla keldi. Voy keldi. Voy, Assalomu alaykum. oldimga tushlaring. Ota-onang seni 10 yil kutib, Xudodan yalinib so'rab olgan yolg'iz farzandsan. Akam bilan kenayam o'zlari qiynalib katta bo'lishganlari uchun seni hech narsaga muhtoj bo'lmasin deb bir umr ishlab kelishdi. Shahar, er-xotin mol tashidi. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demadi. Har bir tiyinini yig'di. Umrlari yo'lda o'tdi. O'zlari ham mana shu yo'lda avariya bo'lib o'lib ketishlariga arzirmidi ularning hayoti? Seni mol-mulkiga, ishiga voris bo'ladi deb ismingni voris qo'yishdi. Lekin afsus, sen voris emas, o'g'ri bo'lishni tanlading. Yana o'zini pulni o'g'risi. Yo'q. Sen kimligingni unutding. Kimning bolasi ekanligini unutding. O'zimni pulim deb o'ylagan narsang aslida ota-onangni peshona terisi ekanligini unutding. Menga bir tiyining ham kerak emas. Faqatgina bu pullar omonat bo'lgani, hali bu pullarni ishlatishga aqling yetmasligi, katta bo'lguningcha bu pullarni asrab berishim gardanimdagi yuk bo'lgani uchungina bermayotgan edim. Ma ol. Bilganingni qil. Faqat ichi butunmas. Uzrni kontrol qila olmadim. Mayli aka, keyingi safar xudo xolisa. Amaki, meni kechiring. Men xato qildim. Faqat iltimos, shu pullarni men ko'rmaydigan joyga olib qo'ying. Ko'rmagam, kuymagan. Berka. Shoshmay tur. Wow. Zo'r ekan. Ma'munisi chiroyli ekan-a? Menga yoqdi. Voris, Ha? pulimiz faqat 2 xonalikka yetadi. Mayli, zato kelajakka investitsiya-yu. Centra Group talaygani uchun rahmat. Rahmat. Tabriklaymiz. Oh, ana endi ko'nglim xotirjam. Tabriklayman. Kelajagingga asosiy poydevorni qo'yding. Endi faqat o'qisang bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Ha. O'zimdan o'zimni asraganingiz uchun rahmat sizga, amaki. O'zimgacha. Shunaqa kino bo'lardi, Ha? ha? Shu ko'ramizmi? Ha? Diski bormi? DVDsi ham bor. Bonusiga javob hech kimni ham ko'rsatmaysiz. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.